Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun mana 24-may holatiga Termizda Dantina duragayini ko'rsatmoqchimiz. Rustam akam bu to'g'risida o'zlari gapirib beradi. Yana batafsil. Assalomu alaykum aziz dehqonlar, ishkorlar. Mana bu teplisamizga Dantina sorti ekilgan. 2-fevral kuni ekilgan. Juda serhosil navlardan hisoblanadi. Buni faqat kalibrlab ishlasa juda ajoyib sort. Mana marhamat tabiiy, hozir birinchi hosillar terib olinib sotilgan. Mana keyingi shodalar va qaysi kerak kalibrda bo'lgan. Mana hozir 8 ta shodamiz bor. Hammasi yaxshi etilyapti. Risoladagidek pomidor. Buni ekishga tavsiya qilamiz, nasib bo'lsa. Kelajakda ommabop gibridlardan hisoblanadi bu ham. Rahmat Rustam aka.